Leksimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Hazır çırakını yakmaptı mı gördünüz mü? Aldırdım mı o ya ki? Kerdiktenler. Yukarıkılık şeyine devamı. Ahır nime dep toxtaldık? Devlet İşler Katibi Antony Blinken. Cungo'nun ağzıda tekrarlanıp durduğun, Cungo'nun işki işi deydiğin ataştağa qattiq diyebed. Cungo bizge. Biz sizlerge ağırınıp bergen işler meselesi. Yani Uygurustan meselesi bolsun. Cungo bizge keçirinler. Biz sizlerge ağırınıp bergen işler. Mesela meyli Uygurustan, yani Şincan bolsun, ya ki Uygurlarga qaratqan vahşiyane muamele bolsun, ya ki Tayvan, ya ki Tibet, ya ki Hong Kong bolsun, bularning hamısı bizning ichki ishimiz deydigan gaplar biz bilan munosabatsiz. Yani Amerika bilan munosabatsiz. Amerika bununla pervayimiz pelek deydi. Yani bir tercümesi Amerika bununla pervayimiz pelek deydi. Bu gaplar ichki ishimiz deydigan gaplarning hammasi hata gaplardır. Mesela Uygurustan meselesi de Cungo Birleşken Devletler Teşkilatı'da imzalangan Xalqaro Kishilik Huquq Kitobnomasiga imzo qo'ygan. Biz, yani Amerika, bununla bu imzo qo'yishga astoydil muomala qilamiz. Bu xalqaro qoida nizomlarni asos qilgan xalqaro tartibning bir qismidir. Dikkat vatandaş. Eğer kim birga va'dasiga amal qilmaydigan bo'lsa, biz yana Amerika buningga qarata sada qaytaramiz. Bizning mushundaq qilish hem shundaq qilish huquqimiz bor. Yani bir o'qib o'taymish bir abzasga kechiringlar vatandoshlar, ha? Ben şuna bay dedim ko, Glasgow takıma yaqinlarında etmez sözlü olay dedim ko, delmişi abzasıma vatandaş dikkat kılın. Ahırda tahlil kılımız. Çünkü bizge, biz sizlerge ağırınıp bergen işler, meyli Uygurustan ya ki Uygurlarga qaratqan vahşiyane muamele bolsun. Ya ki Tayvan ve ya ki Tibet ve ya ki Hong Kong bolsun. Bularning hamısı bizning ichki ishimiz deydigan gaplar. Biz bilan munosabatsiz. Yani Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatsiz. Yana bir tercümesi pervayimiz bilek. Bu gaplar ichki ishimiz deydigan gaplarning hamısı hata gaplardir. Mesela Uygurustan meselesi de Cungo Birleşken Devletler Teşkilatı'da imzalangan Xalqaro Kishilik Huquq Kitobnomasiga imzo qo'ygan. Ko'pchilik biz yani Amerika bununla bu imzo qo'yishga astoydil muomala qilamiz. Bu xalqaro qoida nizomlarni asos qilgan xalqaro tartibning bir qismidir. Vah, vah, vah. Agar kim bergan va'dasiga amal qilmaydigan bo'lsa, biz Amerika buningga qarata sada qaytaramiz. Bizning shunday qilish ham shunday qilish huquqimiz bor. 25 yil demek en ahırkı xulos çıkarıldı. Amerika'da yaşayalı bana 25 yıl oldu.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati, Prezident Bayden hukumati, Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 5-oyning 4-kuni Londonda, Yevropada Uyg'ur masalasi bo'yicha xulosa chiqadi. Tugildi. Belgilashlar belgilandi. Allaqachon belgilangan ekan o, bugun tushundik, bugun bildik. Endi bu ijro qilish davriga kirdi. Chunki hukumati sizga nisbatan aytganda bu ish intayin chong signal. Hozir muhokama qilamiz. Hayajonda to'rt jumla so'zni qilib oldim vatandoshim. Tayvan masalasi to'g'risi Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bunda ko'rsatdi. Amerika uzun yillardan beri bir jungo siyosatiga muvofiq keladigan Tayvan munosabatlari qonuni 3 parcha axborot va 6 turli kapolat shakli bo'yicha harakat qilib keldik. Tayvan ishlari yaxshi boshqarildi, unumli bo'ldi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken to'liqlab turib mundaq ko'rsatdi. Kishini xotirjam qilmayotgan bir taraf, kishini andishiga soladigan bir taraf shuki, Beijing o'xshash bo'lmagan bir usulni qo'llanmoqchi bo'layotdi. Va kishilarga hayba qilib kelayotgan harakatdir. Ya'ni jungo kishilarga hayba qilib kelayotgan harakatdir. Beshida echindigini. Men mundaq hesaplayman deb so'zini davomlashtirdi Davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Biz, ya'ni Amerika, Tayvanning o'zini qo'g'dash vositalariga kapolat qilamiz. Bu va'damiz hargiz o'zgarmaydi. O'xshashda bir vaqtda men yana mundaq hesaplayman. Agar har qanday bir taraf jungo yoki Tayvan qurolliq kuch ishlatib navbatdagi hozirgi holatni buzib tashlaydi ekan, undaqda bu harakat intayin og'ir xatolik bo'lib hisoblanadi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken ittifoqdoshlar hamkorlashib Jungo kompartiyasiga o'rtaq qarshi turadiganligini ta'kidladi. Har qaysi davlatlarning Jungo bilan bo'lgan munosabati intayin murakkab. Her qaysi davlatlarni taraf tanlashga majburlay olmaymiz. Mesele shu yerdeki bu munosabatlarni uzib tashlash yoki oxirlashtirish mumkin emas. Oxirlashtirish emas, mumkin degan xat yo'qkan juma. Yoki oxirlashtirish emas, lekin belgilangan negizlik o'lcham bo'lishi lozim. Biz mundaq hesaplaymiz. Bu negizlik o'lcham va prinsiplar biz barliq kishilar amal qiladigan prinsiplardir. Deb ko'rsatdi Davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Davomlashtirib mundaq ko'rsatdi. Eng muhimi savdo tijorat masalasida biz ustunlikda turishni umid qilamiz. Mayli asosliq mablag' saylash o'lchimi bo'lsin, yoki muhit asrash va ishchilarning haqqini qo'g'dash bo'lsin, yoki aqliy mulk huquqini qo'g'dash bo'lsin, yuqori fan texnikani o'g'irlash masalasi bo'lsin, bularning hammasi oldingi safdagi yadroliq masalalardir. Har qanday davlat jungo bilan uchrashganda bu yadroliq masalalardan yiroqlab ketilmaydi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.